Xo'p, akalar, assalomu alaykum. 2010-yilda ishlab chiqarilgan Gansvetda Sparkimiz yetib keldi. Sparkimizning 4 ta baloni yaxshi, 70-80%. Sparkimizni 2010-yilda ishlab chiqarilgan zavodskiy avtomat. Yurgan masofasi 280 ming bosib o'tgan. Torpedalarimiz hamma yo'q yaxshi, chexol polilar qilingan. Gazi temir, silingan, chizilgan joylari yo'q. Mashinamizning holatlari kraskalarini ustalarga o'zingizlarga ko'rsatib olasizlar. Lak kraskalari bor, lekin mashinamizda birorta detal ichiga o'tgan kaltagi yo'q. Mashinamiz o'ta ham minishga tayyor. Anaqa kaltaklari o'zida to'pib bo'lgan joylari yo'q, xudo xohlasa. Yurib turgan korobka, motor, hadovoy hamma yo'q ishonchli. Hech qanaqa kam-ko'si yo'q. Hop, mashinamizda Instagram, Telegram kanallarimizga 4200 dollar baho qo'yamiz, barakasiga o'tib beriladi. Xohlagan dokument bir marta qilib beriladi. Dokumentimiz oformilgandan xohlagan dokument. Qolgan ma'lumotni telefon nomer qoldirib ketamiz pastda. Telefonda bog'lanib, qanaqadir so'rovlaringiz bo'lsa, so'rashingiz mumkin.